Yangi farmon davlat boshqaruvida inson kapitali rivojini ustuvor darajaga olib chiqishi bilan alohida ahamiyatga ega. Strategik hujjatda kadrlar salohiyatini oshirish, davlat xizmatchilarining bilim va malakasini zamon talablar asosida yangilab borish masalalariga kompleks yondashuv belgilab berilmoqda. Bu esa islohotlarning ijrosi faqat tashkiliy emas, balki intellektual salohiyatga tayanishni anglatadi. Farmonda raqamli boshqaruv va sun'iy intellekt elementlarini strategik rejalashtirish jarayonlarini bosqichma-bosqich joriy etish vazifalari qayd etilgani juda muhimdir. Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish tizimini kengaytirish orqali inson omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytirish, prognozlash aniqligini oshirish hamda boshqaruv samaradorligini kuchaytirish ko'zda tutilmoqda. Atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishlariga moslashish masalalarining strategik darajada mustahkamlanishi ham ushbu hujjatning muhim jihatlaridan biridir. Yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish, resurslardan oqilona foydalanish va ekologik barqarorligini ta'minlash bo'yicha aniq yo'nalishlarning belgilanishi uzoq muddatli rivojlanish uchun muhim poydevor yaratadi. Shu bilan birga ijtimoiy adolat va teng imkoniyatlar masalasiga strategik yondashuv kuchaytirilmoqda. Aholining zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, hududlar kesimida ijtimoiy xizmatlar sifati va ulardan foydalanish imkoniyatlarini tenglashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilanmoqda. Xalq jamiyati institutlari bilan hamkorlikni kengaytirish ham alohida e'tiborga loyiq. Nodavlat, notijorat tashkilotlari, ekspertlar va jamoatchilik vakillarining strategiya ijrosidagi ishtiroki boshqaruv jarayonlarida ochiqlik va hisobdorlikni kuchaytirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, mazkur farmon davlat rivojlanishining yangi bosqichida sifat jihatdan yangicha yondashuvlarni shakllantirib, barqaror, inklyuziv va innovatsion taraqqiyotga erishish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.